Sut tishlari tushib ketadi. Ularga qarash shart emas degan. Mana shu tish deb olaylik. Tishni oldingi qismida bilsangiz, tepa qismida chuqurchalari bo'ladi. Ayrim bolachalarda mana shu chuqurchalar chuqurroq bo'ladi. Ya'ni ichida xaltacha sifat bo'ladi. Ko'pchilik ota-onalar sut tishlari zararlanganda stomatologga borib, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz uni oldirib tashlashni ma'qul ko'rishadi. Bu eng xato usul hisoblanadi. Biz oldingi suhbatimizda bolalarda karies kasalligini ko'payayotganlik sabablari, uni oldini olish bo'yicha qisqacha suhbatlashgan edik. Bugun esa karies kasalligi rivojlanganidan keyin qanday davolatish kerak, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Normayeva Guli G'ulomovna, shifokor pediatr sifatida o'z tavsiyalarimni sizga aytib o'tmoqchiman. Birinchidan, biz bilamizki, bolalarda tish parvarishi milklar parvarishidan boshlanadi. Demak, biz parvarishni milklardan boshlashimiz kerak. Ya'ni chaqaloqlarda oddiy silikon shotkalar yordamida milklarini doim massaj qilib turish kerak. Bu siz uchun qiyin tuyulayotgan bo'lsa, silikon o'yinchoqlardan foydalanishingiz mumkin. Bu bolani milklarini qon aylanishini yaxshilaydi va mustahkam tishlar chiqishiga yordam beradi. Gigiyenik parvarish esa birinchi tish chiqqandayoq boshlanadi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, karies bu yuqumli infeksion kasallik. Demak, og'izdan og'izga, tishdan tishga yuqadi. Demak, gigiyenaga rioya qilish bunda juda ahamiyatga ega. Yana xalqimizda shunday noto'g'ri tushuncha borki, sut tishlari tushib ketadi, ularga qarash shart emas degan tushunchamiz bor. Bu esa juda noto'g'ri, chunki tish tushib ketar ekan, u og'iz bo'shlig'idagi infeksiyalarni o'zi bilan olib chiqib ketmaydi. U infeksiyalar og'iz bo'shlig'ida qoladi. Undan tashqari, biz bilganimiz kabi tish doim oldindan tushmaydi. Birinchi bo'lib bizda doimiy tishlar orqada 4 ta jag' tishlari chiqadi. Va agar og'iz bo'shlig'ida karies bo'lsa, ularga yuqadi. Bu 4 tala tish chiqib bo'lgachgina bizda old tishlar to'kilishni boshlaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yoshi kattaroq bolalarda karies eng oxirgi shu jag' tishlardan boshlanadi. Demak, birinchi chiqqan o'sha doimiy tishlar uni qachondir yuqtirib olgan, endi esa kasallik darajasida namoyon bo'lyapti. Shunday ekan, bola necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, uni og'iz bo'shlig'idagi karieslar doimiy nazoratda bo'lishi va davolab turilishi lozim. Endi karies kasalligiga tashxis qo'yish oson. Shunday bolangizni olasiz, og'zini ochib qaraysiz. Agar tishini ranglari o'zgargan bo'lsa, demak bu karies boshlanyapti, karies oldi holati degani. Agar qora o'zgarishlar ko'rdingizmi, demak karies rivojlanib bo'ldi va stomatologga albatta murojaat qilish kerak. Stomatologiyada qanday hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan usullar qanday? Xo'p, siz kumushlatish haqida eshitgansiz. Ko'p holatlarda shu oldi tishlarini kumushlatib qo'yishadi. Qop-qora bo'lib qoladi. Kumushlatish bu agar bolani tishini davolashni imkoniyati bo'lmasa, hech bo'lmaganda shu qolgan tishlarini vaqtincha saqlab turish, infeksiyalardan himoya qilish uchun qilinadi. Hozirgi kunda u usulni o'rniga torlash amaliyoti, o'zimizda laklash deyishadi, torlash amaliyoti qo'llanmoqda. Ya'ni ustini torlab qo'yishadi. Bu narsa emalni mustahkamlaydi, tishlarini bakteriyalarga chidamliligini hamda sut kislotaga chidamliligini oshirib beradi. Undan tashqari, ayrim bolalarda, ayniqsa qoziq tishlarida, mana shu tish deb olaylik, tishni oldingi qismida bilsangiz, tepa qismida chuqurchalari bo'ladi. Ayrim bolachalarda mana shu chuqurchalar chuqurroq bo'ladi. Ya'ni ichida xaltacha sifat bo'ladi. Va u qanaqa shirinlik yemasa ham, to'g'ri ovqatlansa ham, o'sha rejimga e'tibor qiladi, 2 mahallab tishini yuvsa ham, bunday bolachalarda karies rivojlanadi. Demak, anatomik shunaqa tuzilgan bo'ladi. Bunaqa bolachalarda ham stomatologlar bizada yordam berishadi, germetizatsiya qilishadi, ya'ni ustini yopib berib qo'yishadi. Agar shunaqa anatomik tuzilishga ega bo'lgan tish bo'lsa, biz unda karies rivojlanishidan oldin shu germetizatsiya amaliyotini bajarishlarini so'rab qolamiz. Ko'pchilik ota-onalar sut tishlari zararlanganda stomatologga borib, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz uni oldirib tashlashni ma'qul ko'rishadi.
Bu eng xato usul hisoblanadi. Agar tishni davolatishni imkoniyati bo'lsa, uni maksimal saqlab qolish imkoniyatini qilish lozim. Chunki sut tishlari olib tashlangandan keyin uni murdaklari zararlanadi va doimiy tishlar chiqib kelishi kechikadi. Gohida asoratli tish oldirishda esa chiqmay qolishi ham hech gap emas. Undan tashqari bizda hazm qilish tishdan boshlanadi, ya'ni chaynashdan boshlanadi. Agar tishlarni olib tashlash yuzaga kelsa, demakki, hazm qilish sistemasida ham o'ziga yarasha o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Bir stomatolog hamkasbimizda shunday gaplar bor edi. Biz stomatologlar cho'kayotgan kemadagi suvni olib dengizga tashlovchi mutaxassislarmiz. Demak, bizga boyagi kemadagi yoriqni yamash uchun qo'shimcha mutaxassislar kerak bo'ladi degan edilar. Haqiqatdan ham tishda karies yuzaga keldimi, demak u organizmda qo'shimcha qandaydir o'zgarishlar yuzaga kelmoqda. Agar bu nafas olish bilan bog'liq bo'lsa, ya'ni burnidan nafas olishiga muammolar bo'ladigan bo'lsa, stomatologlar lor vrachlar bilan birgalikda ishlaydilar. Yoki hazm qilishida muammolar bo'lsa, bolada defitsitlar bo'lsa, hazm qilishdagi, ovqatlanishdagi muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, pediatr va gastroenterologga ham murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Man shu o'rinda hamkasblarimiz, stomatologlarimizdan ham iltimos qilardimki, har bir bolani davolagandan so'ng u qaysi mutaxassislarga murojaat qilishi kerakligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishlarini so'rardim. Chunki tishlar bu bizning hayotimizdagi asosiy hazm qilish organlaridan biri hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar qoldiring. Fikrlaringizni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.